Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zo'r joydan uyimiz sotuvga chiqdi. Sergeli Yangiqal'a tumani 9-qurilish hududidan bunaqangi 7 qavatli g'ishtli novostroykani birinchi etajdan chiqdi. Ko'rib turibsizlar, atrof muhitda bolalar planshetkasi, bog'cha, maktab mana shundoq yonida mashina qo'yish uchun parkovkalar mavjud. Bunisi bog'cha, bunisi maktab. Uyimizda Yevroremont holatida video davomida hamma narsani aytib o'tib ketaman, ko'rsatib. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib, narxlarni bilib olsanglar bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman bog'lanish uchun. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kirish uchun shunaqangi to'rtburchak koridor. Bu koridorga bemalol namitlarga prixoshkalaringizni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, koridorimizga sig'adi. Olib kiyim qo'yadigan, kiyimladigan. Bu yoq zar kirganimizda o'ng qo'lda. Zalimizga ham aboy qilingan, Yevroremont qilib qo'yilgan uyimiz. Bitta mebel texnika qilib kirib eshitsanglar bo'ladi bemalol. Uyimizda birinchi qavatda joylashgan, aytganimdek, orqasida bunaqa o'tiradigan joylar, bardak cho'yadigan joylar qilib qo'yilgan. Endi chiqib turib bemalol kechki sayr qilsanglar ham bo'laveradi. Bu tarafda spalni xonasi ham yaxshi. Uyimizda aboy qilingan, bu xonasi ham bitta mebel texnikalaringizni olib kelib bemalol yashaydigan xonadon. Agar xohlasanglar, investitsiya uchun olsanglar ham yutqazmaysizlar bu uyimizni. Ijarachi qo'ysanglar ham $450-500 turadi. Eng kami $400 turadi. Sanuzullari yarmigacha kafil qilingan, chiroyli holatda saqlangan. Bu uyimizning xonalari ham, sanuzullari ham razdelniy joylashgan. Bu yoqda sanuzul anaqasi tualet joylashgan. Bu tarafda oshxona. Oshxona mebellari bor. Yaxshi xonadonimiz bu yoq ham aboy qilingan. Mana bu yerga 4 kishilikmi stol qo'yib bemalol ovqatni ham mashina yeysanglar ham bo'laveradi. Yaxshi uyimiz. Orqasidan bitta shunday ochib ko'rsataman. Zilonli zona, mashina qo'yish uchun parkovkalar ham mavjud. Mana bu narsalarni hozir aytib o'tib ketdim. Ko'rib turibsizlar, odamlar kelib bardak cho'yib shunaqa narsalar ichadi. Bog'cha maktabga yaqin. Metroga ham chiqsa bir 2,5 kilometr atrofi chiqadi. Manzil ham zo'r, 9-hududda joylashgan. Shokolad variant, shokolad lokatsiyada. Maktab bog'chaga, maktabga tak где-то 100 metr, 150 metr atrofida o'zining parkovkalari bor. Birinchi etajda joylashgan. Yaxshi xonadonimiz. Kvadrat 55 kvadrat. Plus-minus bilan, plusi bilan degan bo'laveradi. Narxga keladigan bo'lsak, mana shu holatiga $61,560 deb belgiladik. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa, tepasi savdosini qilib beramiz. Sraz nomlaringizga o'tadi. Uyda propiskada hech kim yo'q. Notariusga uyimizda tayyor. Kalitni bir kunda beramiz. Hamma dokumentlari toza. Bemalol o'tib olsanglar bo'ladi. Rasmlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga rasmlarni qo'yganman. Toshkent uy-joy deb chiqadi. Shundoq YouTube kanalimning shapkasiga ham qo'yib qo'yganman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.